Qadrli o'yinjahon muxlislari, siz jonli efir soatlarida Salom Xorazm musiqiy dam olish dasturini tomosha qilmoqdasiz. Chiroyli qo'shiqdan keyin biz yana studiyaga qaytdik. Ana endi yaqinlashib kelayotgan kasb bayrami, ya'ni o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan bugun biz studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Ustozlar azal-azalda xalqimizda o'zi umuman insoniyat tarixida juda ham katta ulug'lanadi. Xo'janiyoz buni bilasiz va aynan ustozlarni qaysidir ma'noda sharafli va mashaqqatli kasb fidoyilari deya aytishimiz mumkin bo'ladi. Haqiqatdan ham bejizga so'z mulkini sultoni ham mana shunday ustozlar haqida chiroyli bir ta'riflarni keltirmaydi. Kim senga bir harf o'rgatmish ranchila, aylamak bo'lmas ado aning haqqin yuzganchila deydi. Haqiqatdan ham ustozlarimizni bizga bergan ta'limi, tarbiyasini biz har qancha mehnat qilmaylik, har qancha ehtirom ko'rsatmaylik, ustozlarimizni aynan bizga bir harf o'rgatgan daqiqasi, kuni, soatini adog'ini qila olmaymiz. Ularga rahmatimizni har kun aytsak ham kam baribir. Mana shunday bugungi kunda ustozlarni qadr qimmati, ustozlarni mehnati, ustozlarni faoliyati qadrlanayotgan shukuhli davrda yashayapmiz. Haqiqatdan ham ustozlar haqida so'z ketganda to'lqinlanib gapiramiz va albatta bugungi kundagi pedagogika sohasini yangilanishlari, yangiliklari kishini baribir quvontiradi, bahri dilni ochadi. Bugun studiyamizda Urganch davlat pedagogika instituti dotsenti Rustam aka Rahimov ishtirok etyaptilar. Xush kelibsiz. Rahmat. Bugun sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ma'lumot o'rnida aytish kerak, O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini quvvatlash nuroniy jamg'armasi vasiylik kengashi qarori bilan pedagogika fanlari bo'yicha PhD doktori Rustam aka Rahimov birinchi darajali mehnat faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlandilar. Avvalo mana shu taqdirlanish bilan sizni chin qalbdan muborakbod qilamiz. Muvaffaqiyatlar muborak bo'lsin. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yaqinlashib kelayotgan kasb bayramingiz ham muborak bo'lsin. Rahmat. Rustam aka, bugungi kundagi faoliyatingiz mana shu musiqa ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan yoshlarga ta'lim, tarbiya berib kelyapsiz-da, san'at sirlarini o'rgatyapsiz, musiqa sirlarini o'rgatyapsizlar va albatta ular bilan Xorazmni, nafaqat Xorazm, balki O'zbekistonni, o'zbek xalqini, milliy musiqa san'atini ham keng rivojlantirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Bu borada aynan sizni mana shu kitoblaringizni, o'quv qo'llanmalaringizni ham biz bemalol faxrlanib aytishimiz mumkin. Bugungi kunning yoshlari, san'atga ixlosmand yoshlar mana shu kitoblardan bemalol foydalanib, o'zbek xalqining qanchalik musiqiy tarixi boy ekanligini yana bir bor guvohi bo'lishyapti. Aynan bugungi kundagi o'qituvchilarga qaratilayotgan e'tibor, bugungi kundagi pedagogika sohasiga aynan berilayotgan e'tibor to'g'risida o'zingiz pedagog bo'lib turib qanday faxrlanib ayta olasiz? Nimalarni ayta olasiz? Avvalambor assalomu alaykum. Aziz va tabarruk xalqim, aziz ustozlar, shogirdlar. Haqiqatan ham biz mustaqillik evaziga juda ham bir katta bir muvaffaqiyatlarga erishib boshladik. Nafaqat respublika darajasida, balki bugungi kunda yoshlarimiz butun jahon miqyosida o'zlarining ilmi bilan katta muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Buning bilan faxrlanamiz. Jumladan bizning ham Xorazm davlat pedagogika institutida bu borada katta bir ilmiy ishlar amalga oshirilmoqda. Shuning bilan birga yoshlarga ta'lim, tarbiya berish, ularni mustaqil vatan uchun, xalq uchun fidoyi, mehnatkash, jafokash bir ustozlar qilib tarbiyalashda alohida bir e'tibor qaratmoqdamiz. Mana shu natijasida men ham mana shu pedagogika institutida faoliyat olib borayotgan jarayonimda eng talantli, tug'ma iste'dodga ega bo'lgan iqtidorli yoshlarni talab olib, ularning iqtidorini jahon miqyosida namoyish qilish uchun dunyo miqyosida ularni ko'rsata oldim. Ya'ni o'tgan yili men ta'lim, tarbiya bergan shogirdim Sarvarbek Yo'ldoshev. Mana diplomlar, Mana Sarvarbek Yo'ldoshev Qozog'istonda bo'lib o'tgan butun jahon magistrlari o'rtasida o'tkazilgan xalqaro tanlovda qatnashib katta muvaffaqiyatga erishdi va xalqaro diplom bilan taqdirlandi.
mana Xorazm yoshlari qanday bir katta bilimga ega bo'lmoqdalar. Mana shu katta bilimga ega bo'layotgan, muvaffaqiyatga erishayotgan yoshlarni mehnatini, zamirini qaraydigan bo'lsak, siz kabi fidoyi insonlarni, fidoyi ustozlarni mehnati yotadi-da. Aynan mana shu o'zingiz ustoz sifatida shogirdlaringiz erishayotgan muvaffaqiyatlardan mana quvonyapsiz-da. Xo'sh, aytingchi, aynan bu yil o'qishga qabul qilingan yoshlar orasida ham iqtidorlilari ko'pmi? Hali ular bilan endigina tanishib, ularning iqtidorini endi bilib olyapsiz, lekin bir ko'rishda baribir ustoz nima deydi, rentgen nuridek bo'ladi deydi-ku. Uni ichida qanday qobiliyati bor ekanligini darrov bilib oladi-ku. Ma'lum bo'ladi. Bu yil ham mana shunday nelar yosh talabalarni qabul qilib oldik. 30 ga yaqin talabalar qabul qilindi bizning musiqa bo'limimizga. Ulardan kelgusida yetuk, barkamol yoshlarni haqiqiy vatanparvar qilib tarbiyalaydigan bir ustozlar qilib biz chiqara olamiz albatta. Albatta. Ilmiy faoliyatingiz haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Ilmiy faoliyatingiz haqida batafsilroq o'zingiz aytib o'tasiz. Mana hozir ko'ryapmiz-da, bu musiqiy ritmik harakatlar. Aynan bu birinchi kitob, to'g'rimi? Aha, albatta. Undan keyingisi aynan bu ikkinchi kitob, bu monografiya hisoblanadi. Qadrli yurtdoshlar, aynan ushbu kitoblar bizning suhbatdoshimiz Rustam aka Rahimov tomonidan o'zlarini nima deydi, ilmiy faoliyatining natijasi sifatida chop etilgan va o'quv uslubiy qo'llanma ham bugungi kunda yoshlarga taqdim etilyapti. Mana shu ilmiy ishlaringiz to'g'risida ham batafsil. Albatta, men mustaqillikdan faxrlanib, mana shunday davrga yetib kelganimizdan faxrlanib, qaytadan o'zimning ilmiy ijodimni boshladim. Yana demoqchimanki, mana qarang, 70 yoshimda pedagogika fanlari bo'yicha doktorlik unvoniga sazovor bo'ldim. Qolaversa, yana shu bizning rektorimiz Feruzaxon Madrahimovaning shu ilm fanni egallagan, juda ham bir bilimga mukammal egallagan ustozlarni qabul qilib olib, ularni ishlatib, yana ulardan talab qilib, qani ilmli bo'lish kerak. Sizlar ustozlar, o'zlaringizga o'xshagan ajoyib bir ustozlarni, o'qituvchilarni yetib chiqaringlar deb ilmiy ishga qaytadan bir jalb qildi-da. Ana shuning natijasida men ham bu Feruzaxonning nimasidan faxrlanib turib, bitta kitob yozdim. Bu ham bo'lsa, musiqa va san'at maktablari o'quvchilarini milliy axloqiy estetik tarbiyalash. Ya'ni milliy mustaqilligimiz natijasida yoshlarimizni milliy mustaqillik asosida tarbiyalashni mana shunda bevosita o'zim shu kitobimda ko'rsatib berganman. Mana endi bunda mana bizning men Urganch tumanidagi 11-son bolalar musiqa va san'at maktabida 40 yil direktor bo'lganman. Ana shu 40 yillik faoliyatim davrida yoshlarga berilgan ta'lim tarbiyani milliy, axloqiy, estetik, pedagogik, psixologik nuqtai nazardan ta'lim tarbiya berish kerak ekanligini mana shu o'zim kitobimda ko'rsatib o'tganman. Rustam aka, endi bu ilmiy ishlar bilan cheklanib qolmadingiz nazarimda. Yana oldinga qaysi maqsadlarni qo'ygansiz? Qaysi aynan musiqa nazariyasining qaysi yo'nalishlarida ilmiy izlanishlar qilishni niyat qilgansiz? Endi Xudo xolasa, mana bundan keyin men milliy san'atimiz, madaniyatimizni yanada rivojlantirish uchun, ayniqsa milliy xalq cholg'u asboblarimizni yoshlar qalbiga singdirish uchun, milliy ashulalarimizni yoshlar qalbiga singdirish uchun bu to'g'rida ham bir kitob yozib, o'zimdan bir iz qoldirmoqchiman. Juda yaxshi. O'ylagan niyatlar, istaklar bekamlik bo'lsa amalga oshsin deymiz va albatta mana shu oldinga qo'ygan rejalaringiz ham amalga oshganda biz yana sizni studiyada ko'rish istagimiz bor. Umringiz ziyoda bo'lsin, yaqinlashib kelayotgan bayram muborak bo'lsin deymiz. Bugun sizda shunday imkoniyat bor, aynan yurtdoshlarimizni va ustoz pedagoglarni, hamkasblarni bayram bilan tabriklab qo'yish imkoniyati bor. Marhamat. Marhamat. Albatta. Yana bir marta mana biz mustaqillikka erishganimizdan keyin davlatimiz rahbarlari o'qituvchilarni, ustoz murabbiylarni qadrlab,
1 oktyabrni mana o'qituvchilar va ustozlar kuni deb belgiladi. Lekin mustaqillikgacha bo'lmadi. Bo'lmagan edi bu gap. Mana mustaqilligimizning bu bugungi ahamiyati, mana mustaqilligimizni shuning uchun qadrlashimiz kerak, e'zozlashimiz kerak. Mana shu 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan butun nafaqat Xorazm, butun O'zbekistondagi o'qituvchilarni sidqi dildan muborakbod qilaman. Ularning amaliy, ilmiy ishlarda hamisha omadlar yor bo'lsin. Alloh ularga madadkor bo'lsin. Sizlarning ishlaringizga Allohdan aql talab qilaman. Rahmat. Sog' bo'ling.